Qachondir og'riqdan yig'lab, boshqalar ko'rmasin deb ko'z yoshlaringizni yashirganmisiz? Qo'rqqaningizdan emas, shunchaki ularning baribir bu og'riqni tushunmasligini, yordam bera olmasligini bilganingiz uchun. Agar siz ham shunday inson bo'lsangiz, siz juda kuchli ekansiz. Siz ojizligingizni faqat yaratuvchingiz Allohga ko'rsatasiz. Tirishasiz, harakat qilasiz, jarohatlaringizni yashirasiz va oxirida Alloh sizni go'zal xotima bilan mukofotlaganda, boshqalar sizga qarab, bu odam omadli ekan deyshadi. Vaholanki ular bilishmaydiki, og'riq sizni ilmga undaganini, kechalar yolg'iz uyg'onib namozlarda yig'laganingizni, duo qilib, ey Allohim nima bo'lsa ham faqat yengillik ber deb iltijo qilganingizni. Esingizda bo'lsin, bir kuni bu azoblar omad deb ataladi. Bu esa eng kulguli haqiqatdir. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Ya'ni Alloh hech qachon insonni o'zi ko'tara olmagan og'ir sinov yoki vazifa bilan sinamaydi. Agar sizni